Al. Yaqin Sharqda boshlangan yangi urushda Amerika askarlari Amerika uchun emas, Isroil manfaatlari uchun qurbon bo'lyapti. AQSh Senatining razvedka qo'mitasi a'zosi Mark Warner Kongressda hukumat vakillari so'roq qilinganidan keyin shunday bayonot bilan chiqdi. Ochiq-oydin ta'kidlashimiz kerakki, eronliklardan Amerika Qo'shma Shtatlariga bevosita tahdid yo'q edi. Isroilga tahdid bor edi. Agar biz Isroilga tahdidni AQShga to'g'ridan-to'g'ri tahdidga tenglashtirsak, unda biz xaritada yo'q hududga tushib qolamiz, dedi senator. Razvedka qo'mitasi a'zosining aytishicha, savol-javoblar paytida Tramp ma'muriyati AQShga Erondan bevosita tahdid bo'lganini isbotlab bera olmagan. Bu esa yangi urushda allaqachon qurbon bo'lgan kamida 6 nafar amerikalik harbiy Isroil manfaatlari uchun jon berganini anglatadi. Bu urush boshlanishida Isroilning maqsadlari ustuvorlik qildi. Isroil AQShning buyuk ittifoqchisi. Men Isroilni qat'iy qo'llab-quvvatlayman, lekin modomiki amerikaliklar orasida qurbonlarni ko'rib turgan ekanmiz, bevosita Amerikaning manfaatlariga tahdid bo'lganini isbotlovchi dalillar bo'lishi shart edi, dedi Warner. Senatorning so'zlariga ko'ra, u Trampning ma'muriyatiga quyidagicha savol bergan. AQSh prezidenti Eron xalqiga murojaat qilib, hokimiyatni qo'lga olishga chaqirdi. Lekin agar 100 ming eronlik Tehron ko'chalariga chiqsa va shafqatsiz inqilob qo'riqchilari ulardan 5 ming, 10 ming, 20 mingtasini o'ldirsa, nima bo'ladi? degan Mark Warner.